Asl ismi ham Omonxon, familiyasi Axatov, yoshi 16da. Tug'ilgan sanasi 2004-yil 6-dekabrda tug'ilgan. 16 yoshidan YouTube'ga kirgan. YouTube faoliyatini 2020-yil boshlagan. Omonxon nomli YouTube kanalini 2021-yil 22-dekabr ochgan. Omonxon kanalida 1 million obunachini 8-iyun 2024-yilda erishgan. Omonxon rossiyalik va ingliz blogerlardan ilhom oladi. Birinchi faoliyatini asosan horror kontenti bilan boshlagan. Nima gap podkastida chiqqan. Omonxon ko'plab blogerlar bilan birga videolar tayyorlagan. Omonxonning eng ko'p ko'rilgan videosi o'rmonda yashab qolish haqida bo'lgan. Eng birinchi videosi blogerlar bilan vlog bo'lgan. Birinchi horror videosi tunda qabristonga kirdik bo'lgan. Ko'plab streamlar qilib turadi. Million nomli musiqasi bor. Ko'tardim bundan millionga, maqsadim doim shu bo'lgan. Rahmat aytaman o'zimga. Blogerlikdan tashqari musiqalar ham yozib turadi. Omonxonning Telegram kanali ham bor. Telegram kanalida 25 mingga yaqin obunachi bor. 16-sentyabr kuni 1 million 800 obunachiga erishdi. Karantin payti Ahad Qayyum profilini yuritgan. Birinchi 10 mingta obunachini 2 haftada yig'gan. YouTube'ga videolarini do'stlari va blogerlar yordamida oladi. 2022-yildan kanal aktivi ko'tarilishni boshlagan. Murkda berkinmachoq o'ynashgan. Eng ko'p ko'rilgan shorts videosi 1 million 800 prosmotr olgan. Yoshligida qorong'udan qo'rqgan. Ilonlardan juda qo'rqadi. Maqsadi O'zbekistondagi eng katta YouTube kanal egasi bo'lish. Yilning eng yaxshi bloger nominatsiyasida birinchi o'rinni olgan. Omonxon aytishicha, mening kommentariyarimda hate yo'q deydi. Production office'da yashab tekinga montaj qilib bergan. Yoshligida onasi Omonxonni televizorga chiqishni xohlagan. Omonxon Instagramdan ko'ra YouTube yaxshiroq deb biladi. Omonxonning Instagram profili ham bor. Omonxon Instagram profilining nomi Omonxon.org. U profilda 370 mingdan oshiq obunachi bor. Instagram profilida qisqa qiziqarli videolar yuklab boradi. Honor telefonida har xil eksperimentlar qilib ko'rgan. Yoshligida sinfdosh qizlar uni xunuk deya masxara qilishgan. Oxirgi partada hammani kuzatib o'tirgan. Yoshligida ismi Jasur bo'lishni xohlagan. Oltin knopkasi bor. Uning sochi uzun edi. Keyin esa sochini kalga olgan. Akasi yoshligida ko'p kasal bo'lgan. Dima Maslevnikovni kuzatib boradi. Murkka borib obzor qilgan. Birinchi 30 ta videosini hech qanday tanaffuslarsiz yuklagan. Uning bir nechta videolari bor. Tinch qo'ymani nomli musiqasi bor. Tinch qo'ymani. 1 million obunachiga erishgandan keyin Million nomli musiqa yaratgan. Omonxon Vlog nomli YouTube kanali ham bor. U kanalda 2 dona video joylagan. Oxirgi videosini salkam 1 yil oldin joylagan. Omonxon Vlog nomli YouTube kanalida 32 mingga yaqin obunachi bor. Omonxonning fikriga ko'ra, xatolar eng zo'r omad deydi. Omonxonning Shorts kanali ham bor. Omonxon Shorts kanalda challenge va honor videolar keng tarqalgan. Boshida videolarini iPhone 16 Pro telefonida tasvirga olgan. Telegramda Omonxon Music nomli kanali bor. U yerda o'zi yaratgan musiqalarni tashlab turadi. Yoshligida men ham TVga chiqaman degan orzu bo'lgan. Kinolarda ham aktyor bo'lib o'ynagan. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa